Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu kitabetil ilmi. Men bu ilimni yezishniki kitobidir bu deydimdi. Yani ilimni yezip kitaplarga yoki varaqlarga, qog'ozlarga va undan boshqa har xil mushundaq narsaga yozsaq bo'lamdi, bo'lmamdi. Men mushning ustidagi nima bab deydimdi. Biz endi Sahih Buxoriyninki Kitabul Ilm degan ash kitob kelgandik, uningki tahtida bir qancha babni o'qib oldik, ya'ni 38 babni o'qibdik. Hozir endi 39-babga kelibdik. Endi bumi ya'ni ilmga aloqador bo'lgan bir bab bu, bir mavzu, tema. Endi bu yerda İmam Buxoriy rahmetullohi alayhiniki bir odatida bir babga bir tema, mavzu qo'ysa, ya'ni tarjima deydi endi. Buni qo'ygan vaqt o'zida agar ixtilofiy bo'lgan bir masala bo'lgan bo'lsa, unuga ya durust bo'ladi, ya andaq, mundaq demasdilar. Shu temining o'zini aynan ashla yozib qo'ydi. Buni qarab anadikin shuniki tarjih qilmoqchi bo'lgan odam bo'lgan bo'lsa, buniki o'zini hamda yedisiga qarab va tevanda deyilgan boshqa salaf ulamolarimizniki gibi qarab o'zi tarjih qilsin degan asosda buni ashtaqchi qilgan gap. Endi ilimni yezish. Yani bu yerda asosan dini ilim ko'zda tutiladi. Yani dini ilim deganimiz Qur'on bilan hadisni bunu asas qilindi. Endi Qur'onni yezilishiniki o'zi zodi o Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonida o'zi buyurib bir qancha shu tushga vahiyni yozadigan muayyan katiblar vardı. Bu zodi unda ixtilof yo'q. O Qur'onni bir yoki qog'oz yoki taxta yoki bo'lmaydi bir yupurmoq yoki bir qo'zoq deganidek, shunday tosh degandek shunday narsaga yozishda hech qanday bir ixtilof yo'q. O chunki Peygamberimiz uni buyurib shunday qilgandan keyin ham o Qur'onniki o'zini o'chani o'zida sahobaning o'zi yozish bilan birlikda bir qancha meni katiblar shu vaqt o'zida sahobaninki hammasi degidek har qatim tushgan oyat shuninki o'zini bular yod oldi. Yod etib bir damdilar yod etib shu amaliyotda bu odamlar o'zini shu oyatga asosan ish shu qildi. Buningda hech qanday bir ixtilof yo'q. Lekin yedisi kelgan vaqtning o'zida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki deyilgan shu vaqt o'zidagi ba'zi sahobalar kelgan vaqt o'zida sizlar buni yozmanglar degan mazmunda bir qancha hadislar bor. Mening mushu hadis Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam rivoyat qilgan bo'lgandan keyin buni qartandagi salaf ulamolarimiz bu hadisni bo'libmi, hadisni yozsa bo'lmaydi deb shunda bir ko'z qarash dedi. Yozishga bo'lmaydi deb o'chan o'zida bu hadisniki o'zini faqat qalbdan, ya'ni bir odam nima qildi, yod oldi. Yod olish orqali o odamning o'zi bir-birisiga meni o'rgitib boshqa qilishdan o'zi yod olgan, asli saqlagan, meni xotirasida bor narsaniki o'zida bular boshqa kishilarga meni yetkazib deb ashta qilgan odatdi. Endi bularniki mushta qilgan odat bo'lgandan keyin buni yozsak bo'lmaydi degandiki shu payg'ambarlarniki ash hadisga asosan buni nima qilgan, uni to'sqan. Ham payg'ambarlarniki to'sishniki o'zida bunun bir qancha tahlil var, ana Qur'oni Karim yozildi, Qur'oni Karim o'xshib qolmasin deganidek shundaq mazmunlar chu botdi. Endi shundaq yozsak bo'lmaydi desak, ashda bo'lsin. Lekin shu vaqtdagi o'zi tortib payg'ambarimiz zamonida tortib bu 7 soniki o'zini qanday Qur'oni Karim yozilgandek, ya'ni aynan emas, payg'ambar ma'lum kishilarniki o'ziga 7sini yozishga ruxsat bergan. Bu davomlashib kelgan. Davomlashib kelsimi, ya'ni ba'zi ulamolarimiz bu yozilsa bo'lmaydi. Chunki payg'ambar hem u yozmagan, hem yozdurmagan, hem yozishga buyruq qilmagan, yozishni to'sqan. Unda bu bid'at bo'ladi deb bunuga ijozat yo'q qilmagan. Shu
itibardan İmam Buxoriy bu mesele kelgan vaqtning o'zida mana bu 7'siniki o'zini yozsaq bo'lamdi, bo'lmamdi. Bo'lmasa o'zimmi shu Sahih Buxoriy yiziqliq, mana o'z Buxoriy yiziqliq kitob qilib rasmiy kitob shaklida akiliklik va İmam Buxoriyniki oldidagi mana muhaddis olimlarmi ular yozgan. Mesela İmam Ahmed, İmam Malik qatorliq olimlarimiz bu kitobni ya'ni 7'siniki o'zida rasmiy kitob shaklida yozib, ya'ni varaqlarniki o'ziga varaqniki o'ziga rasmiy bir qancha varaq yozib buni kitob qilib akirib mushtaq cho'q qilgan. Ham undan burunma sahobaning için davrida mucho ishtaq cho'q qilgan. 111. hadis. Dedi İmam Buxoriy hadis bayon qildi bizlarga Muhammad ibn Salam. Dedi u Muhammad xabar berdi bizlarga Vaki olsa Sufyan'dı, Sufyan olsa Mutarrib'din. Mutarrib olsa Şabi'di, Şabi olsa Abi Cuhayp'din. Dedi o Abu Cuhayp'e, dedim ben Ali radıyallahu ta'ala anhu'a şunda dep sual çok koydum. Değil. Ya silide kitap var mı? Dedim, değilim. Desem dedi ki Ali radıyallahu ta'ala anhu yok. Fakat Allah'ın kitabı var, Kur'an-ı Kerim var. Ya ki olmaydı bir düşençi var ki yani bir oldu şu düşençinin bir Müslüman, bir adam verilen bir düşençi var. Ya ki olmaydı muşu sahibindeki üzüldeki neresi ba dedim. Digendikin dedi bu Ebu Cuhaype dedim ben nimo bu sahibinin içindeki neresi nimo deyip sordum. Sorsan dedi Ali radıyallahu ta'ala anhu akıl. Yani nime tölen. Ve şunu da kafirlarının koluğa yani Müslüman boğa adamın üzü esirge çıp kalgan bolsa onu azat kılış. Ve üçüncüsü öldürülmeydi bir Müslümanın kafirinki beraber dedim kılmaydı öldürülmeydi. Dep men muşu sahibinin içindeki men muşu nersi var, muşu nersi başka nersi yok bizde. Men ona güman kılgandık, onda bir nersi şu yok dep men Ali radıyallahu ta'ala'nın muş gapni şu digen. Hem de bu gapni değiştiki üzü bu Ebu Cuhaype soraydı onun başka rivayetler var. Şu vaxtdaki üzüde Ali radıyallahu ta'ala'nın Ali radıyallahu ta'ala'nın ki ehl-i beyti Peygamber'in âli tavabatlarını muşlağa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'den başka özü alayda yezip mene onu pitip muşta kaldığan bir mektup var. Muşu Ali razı bulup mu Ali radıyallahu ta'ala da bu adamda indakum diginin şu silde diginin ya ehl-i beyt. Çünkü Ali radıyallahu ta'ala'nın ki ayalı Fatıma oğandaki Fatıma'nın buluşu itibarıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem meniki ehlim yani âli beyt men muşla dep mene bu yüzdeki yoğalmış o tonun içine irip müştakço digen yani tonun içine kirgizip. Anda o andaki bu yerde kümneki değişik sebep şu yani sil ehl-i beytte müştak bir kitap var mı Şia'dan, Havarici'den müştak devatkan digen çok gep. Ya olmaydı kümne bu yerde keltürüşü bu ta'zim. Yani Ali radıyallahu ta'ala hürmetle uçağınızda emir oğan diken bu itibarla küm diyen gep bu değişiyor mümkün. Hem de şu vaxtdaki üzere Ali radıyallahu ta'ala hazır diyenimizde Kur'an-ı Kerim'den başka yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzü yazıp yani yazdırıp yüzdeki katiplerine benim muşundak vesiyet asası da muşundak kaldırıp koygan başka adamlarını yuşurgan onu başka adamlar bilmediğin fakat şu Peygamber sallallahu ehl-i beyti ibaret olan muşu kişiler bölülen ayrım bir kitap var. Yani bu kitaptaki yüzü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki Ali radıyallahu ta'ala vesiyeti. Yani vesi. Bu vesiyetki asasen şunu asasen alaydı bir kitap var, şunu asasen iş kıldı bula. Dep aşında gepni takip Şia, Havaric, şunu hoşkan her xil mezhepli kişiler muş gepni şu takatkan. Yani bu gepniki yüzü yani adır kadar şundak çok ba. Yani bazı umum müzik bomusu mu ba. Yani bu Kur'an'dan başka yeni bir Kur'an ba. Ali radıyallahu ta'ala'nın bir peygamber yüz vesiyet kan ayrım bir mektup ba. Vesiyeti var. Şu an yerliki Şia'nınki itikadı da Peygamber Ali radıyallahu ta'ala vesiyon.
Rasulullah deb mana payg'ambar sallallohu alayhi o'zi til bilan o'zi yezib mushtaq qoldirgan vasiyat bor. Unda o'g'andikin bunuga asosan payg'ambar sallallohu qolgan xalifaniki o'zi birinchi bo'lib Ali bo'ldi. Ali bo'ldi. Unidikin bu Ali o'g'andikin Alidan boshqa odamni evarishniki o'zi xato. Shu Abu Bakr, Umar, Osman radhiyallohu ta'ala xato deb boshqa tushuniki sababi va ularni dushman ko'rishniki sababi bu shayda kelib chiqqan. Mana bu ko'z qarash hozir mushu Shialarniki o'ttirisida bor. Bo'lgan ekan, men mushu kitob nega gapini qilib so'rayotgan gap. Anda bo'lgan ekan, bu gapniki o'zi mana Ali radhiyallohu ta'alaning o'zi bevosita buni rad qiladi. Bunda bir kitob yo'q bizda. Ayrim bir nima yo'q, kitob yo'q Qur'oni Karimdan boshqa. Agar Qur'oni Karimdan boshqa bir kitob yo'q, yoki bo'lmaydi, nima deydi? Faqat Qur'oni Karimdan boshqa bir kitob yo'q. Yoki bo'lmaydi, bir tushuncha. Baki bunu Allah Teala bir Müslüman adamga nima qiladi? Berdi. Mana Müslüman adamga Qur'onni o'qish orqali shu orqali bundan ijtihod qilib, bundan ahkam chiqaradigan bir xil qobiliyatga, ya'ni qobiliyatni berdi, tushunchani berdi, ijtihod qiladi. Mana shuni ijtihod qilish orqali qolgan mana kishilarni qolgan sahobalarni men shunday oyatni ham payg'ambar sunnatini deydi. Men hadisni shunday tushunish orqali bundan ma'lum, ya'ni aqliy iqtidorni ishga solish orqali qiladigan bir tushunchalar bor. Mana bizda mushu bor, sizga o'xshash. Bizmi sizmi shunday qilib bizmi shu bor. Shu bor. Yeni birisiga meni deydiki, mushu sahifa. Sahifa degan nima? Sahifa degan hamda sahifatun sahaib deydi hamda. Sahifa degan bir varaqqa xat yozilgan bo'lsa, shu yozilgan shu varaqniki o'zini, qog'ozniki o'zini, bir qancha qog'oz o'zini buni birlashtirib, bunda qodat kelgan bo'lsa, uni nima deydi? Uni sahifa deydi. Şu an Qur'oni Karimni nima deydi? O'yini bir nima deydi? Mushaf deydi. Mushaf degani, ya'ni ash qog'ozniki ustiga Qur'onni xat qapqara xat bilan 20 necha ko'rmishda narsa yozilgan holatidagi qog'oz e'tibori bilan bu nima deydi? Uni mushaf. Ya'ni qog'ozga yozish orqali, mana varaqqa yozish, qog'ozga yozish orqali kitob qilingan Qur'on degan nimada u ma'nida. Ondan keyin yeni birisi bu narsaning o'zi faqat payg'ambar alayhisolatu vasallam bizga yozib bergan sahifadan iborat bo'lgan bir qancha narsa bor. Endi sahifaning ichida nima bor? Degan vaqtimizda sahifaning ichida rivoyatniki o'zida birisi aql. Aql degani nima? Diyat. Endi bu Araplarniki shu vaqtning o'zida bir odam, men bir odamni o'ltirayotgan bo'lsa, u chog'ning o'zida maqtulniki egisiga qotilniki o'zi yo egillari uni to'laydi. To'lash orqali mana buni yo manchi to'ga yo anchi to'ga deb shu vaqtning o'zida arablar odatda to'lagan yalaqi to'galarniki o'zining maqtulniki oilasiga akirib, oilasiga akirib bu yer bog'laydi ekan. Bağlap qo'yib hamda shuni meniki ballalarim yo tuqqanlarim işte o'ltirib etib to'siniki ballar yo tuqqanlarimlar unda o'g'aniki biz ma to'lanni berishini qarshiligida deb shu oilasiga bog'laydi ekan. Bağlap andaki bu gapni deyishgandiki bu e'tibor bilan buni nima deydi ekan? Arabda aql deydi ekan. Aqla yaqiliga chigdi degan gap. Chigdi ya'ni ma'qul, ya'ni chigildi degan gap, ya'ni aql degan chigilgan to'ga degan gap bo'ladi. Mana bu e'tiborlar buni aql, ya'ni to'lanning o'zini aql deb bunday ataydi ekan. Ya'ni to'lan degan gap. Ya'ni shayfingizda payg'ambar mushundaq bir odamni qasddan ashta o'ltirib qolgan bo'lsa, uçanın o'zida qanday qiladi? Birisi qisos. Agar yaqin maqtulniki egisi mana qisos deb bersin desa, u qisos olgan gap Qur'onniki nimasiga asosan. Yeni birisiga oladi ekan, uning ikki yo'li bor. Ya uni nima qilish? Qisos elish, yeni bir yo'l uni to'lan elish. Yoki bo'lmaydi, uningda agar bak yaxshi qilib kelsa, uni afu qilish. Bo'pti, bu o'ltirib o'tdim deyishdan iborat bo'lgan narsa çok bu. Yeni birisi oladi ekan va fikakul asir. Asir degan kim? Asara yasir degan asir bir yerda bundoq to'xtab qoldi degan gap. Ya'ni asir degan gapniki o'zi asir elingan, ya'ni bu odamning qo'liga tushib qul holatga kelgan bir kishiniki o'zini nima deydi, uni asir deydi. Unda o'g'anikin mushundaq kofirlarning qo'liga musulmon bir kishining o'zi er olamdi, ayol olamdi. Mana buni nima qilib qolsa, o'changizning qo'liga tushib qolgan bo'lsa, buni nima qilish? Yeshish. Bu fikak yoki fakakun deydi.
Bu fakat degan nima deganga pakka yapukku degan ajratdi, yashdi degan nimada o ma'nida. Ya'ni qul bo'lgan odamning o'zi asir uchib qolgan. Bu ma'naviy tarafdan u qul qilib, ya'ni asirga olgan odamniki qulluqchi chigilib qoladi. Chigilib qolgandan keyin, ya'ni uni qulluq tushib qolib, o chaqda qulluq qolgandan keyin bu qulluqdan iborat bo'lgan narsa bu nima qilish, uni yeshish. Mana bu yeshish har qanday yo'l bilan yoki asirga amlashtirish yoki pul to'lab nima qilish orqali mushta nima qilish, uni qutqizish. Mana buni nima deydi, uni fakak, ya'ni puk debchi ataladi. Endi yani üçüncü narsaniki o'zi o'ltirilmaydi, bir musulmonni kofirniki barobariga nima qilmaydi, o'ltirilmaydi deb, men mush üçüncü narsa mush shu bor. Endi degani bir musulmonniki o'zi kofirniki barobariga nima qilmaydi, o'ltirilmaydi. Ya'ni bir musulmonniki o'zi bir kofirni o'ltirayotgan bo'lsa, uçan o'zida ma kofirni o'ltirayotib deb kofirniki avliyolari, tuqqanlari, egallari bunuga dava qilgan bo'lsa, uçan o'zida bu davaga asosan bu musulmon bo'lgan kishining o'zini qisos elish yuzida buni o'ltirishga bo'lmaydi deb men mushtaqcho deydim. Endi bu yerda qolgani ikkidan ism, bu uchinchi so'zning o'zi wala yuqtalu muslimu bi kafirin debdi, bu pilni keltirib mushtaqdi. Ya'ni demak buning ichida shu uch mazmun bor ekan. Endi bir kofirniki o'zini o'ltirib qo'ygan bo'lsa, bir musulmonning o'zi islom davlatining ichida, buning qarta bu musulmonni uningki maqtullik bo'lgan kofirniki tuqqanlari mushtaq da'vo qilgan bo'lsa, o'chanizda uni o'ltiramizmi, o'ltirmaymizmi? Buni da ixtilof bor. Shu Ahmad, Shofiy qatorliq kishilarniki bu mazhabdagi Furat masjididagi bu kishilarning kelgan vaqtimizda bu hadisga asosan o'ltirilmaydi. Nima qilindi bunuga, buni qarta o'ltirimiz deb mundaq nima qilindi, o'ltirilmaydi deydi. Bizniki Hanifi mazhabniki o'zida buni o'ltirildi. Buni boshqa al-qatlu bin nafsi degan mush oyatga asosan bu yerda am bo'lgandikin uçan o'zi. Bu yerda kofirning barobariga o'ltirilmaydi degan gapniki o'zi, bu yerda devatqani kofir degan harbiy kofir. Yani resmi musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida urush holati bo'layotgan kofirlarniki o'zida ashta urushda uyabiyat ashta musulmon uni o'ltirish kerak. O'ltirgan bo'lsa, unidan urush tinjib qolgan bo'lsa, uçan o'zi buni da'vo qilib o'ziniki bu yerga nima holatda, mesela kofirlik holati uni hokimiyati va qo'g'dagan askar va bunda holatda da'vo qilgan bo'lsa, o'chaqda olib buni o'ltiramiz deb undaqchi qilmaydi deb biz buni nima qilamiz, uni deymiz. Ammo musulmonniki ichidagi, musulmon davlatniki doirasining ichida yashagan kofir bo'lgan bo'lsa, o'chaq o'zi qanday qilamiz degan vaqt o'zida bu masalaniki o'ziga bu yergacha qaraldi. Endi bu yer qaratgan vaqt o'zida bu zimmining o'zini, bu zimmining o'zini qanday qilamiz, o'chaqda zimmin bir musulmon o'ltirib qo'yibdi. O'ltirib qolgan bo'lsa qanday qilamiz degan vaqt o'zida buni o'ltiramiz deb bizniki Hanifi mazhabda mushtaq nima qildi, bunuga qaraydi. Endi yana başka rivayetniki o'zida Ali radhiyallohu ta'alaniki ma rivayetniki o'zida shu uch xil narsa bor ekan, shu uch xil narsa men nima aytdi bu batin deb men mushtaq nima qildi, ma rivayetda mushtaq deydi. Ammo boshqa rivayetlardagi o'zida bu maktubniki o'zi, sahifining o'zi shu qilishniki mayada yana qapining ichida alayda bir qancha baravar haq narsa ekan, buni saqlagan Ali radhiyallohu ta'ala ashta bir rivayet ekan. Buniki bu sahifining ichida bizniki Hanifi mazhabidagi shu yerga kitabı zakatniki shu nisob masalasi kelgan vaqtda payg'ambar maktub yo'llabdi ekan. Shu maktub deydi, yana bir sonidagi musulmonlarniki, ya'ni qonlari mal jiroq yaqindagi hamsi tatakapa dimauhum degan bu mazmun boti deydi, bir qancha hadisni ko'rsatib, men shu rivoyat ekan, shu narsaning o'zi yiliqi maktubda, mana yiliqi sahifining ichida men bu bilan batin degan shuningdek yana bir rivoyatning o'zida la la'anallohu man zahaba bi g'ayri li g'ayrillah. Alloh taolo mana bir adam bir narsa bo'g'izgan bo'lsa, Allohning g'ayri deb ismini atab turib bo'g'izgan bo'lsa, bunuga Alloh taolo la'nat qilsin degan men mushundaq yedisatcho nimitdan batin
degan mushu rivoyat bor ekan. Yana hozir deganimizdek, men mushu sahifaning ichida Ali roziyallohu taolo anhuga rivoyat qilgan mushu hadisga asosan shu maktub shu sahifaning ichiga qarasak, al mu'minuna tatakafa dima'un. Mu'min hammasi o'xshash. Buniki qonlari hammasi nima o'xshash bo'ladi. Bu yerda boy yoki tovan yoki askar yoki nima yo'q. Buniki sharq va mag'ribdagi har qanday yerda yashaydi bir musulmonlar yashaydi ekan. Shu yerdagi musulmonning qini bilan hurmati, obro', inovati ma islomiy davlatning ichidagi meni bir puxrab yashagan odam qini o'xshash. U yer zulm qilgan bo'lsa, o'chanda qiyinchilik uchirgan bo'lsa, aynan va puxra bo'lib davlatning ichida yashayotgan, yaqin yerda yashayotgan musulmonlar o'xshash bo'lib qo'g'dash kerak degan. Men mushu mazmunda nima bor? Men mushu mazmunda yedisi bati. Yani söz mushu maktubniki ichida men mushu bati deydi va unda boshqa yana bir qancha yana rivoyatlar bor ekan ham deb. Demak, kitap yani ilimni yezishligi o'zi nima ekan? Durust ekan. Chunki Ali roziyallohu taolo anhu payg'ambar alayhisolatu vasallam yezib bergan bir sahifaniki o'zi nima qilibdi? Ko'rsatibdi. Men Qur'ondan boshqa ko'rsatgandan keyin bu sahifalar shu vaqt o'zi yezilibdi. Yezilgandan keyin payg'ambar alayhisolam davrida nima qilibdi ekan? Yezilibdi ekan, yozsa nima ekan? O durust ekan. %12 hadis. Dedi İmam Bukhari hadis bayon qilgan Abu Nuaym el-Fazl Dukayn. Dedi Abu Nuaym hadis bayon qildi bizlarga Shaybon bo'lsa Yahyodan, Yahyo bo'lsa Abi Salmadan, Abi Salma bo'lsa Abi Hurayra radhiyallohu ta'ala anhudan. Shunda debki jazman Xuzoa qabilasi o'ltirdi bular bir odamni Bani Lays qabilasi bo'lgan bir odam o'ltirib qo'ydi Makkani fath qilgan. Hem ikisini oturup uruş talaş var mı? Neyim var? Aprıpla bu Xuzoa kabilesi olan bu çoğun bir kabile Beni Lays kabilesi olan bir adamını öldürüp koydu ki. Nimelense bir maktul adamın sebebiyle ki ulanın içinden ki öldürgen idi bu nimeler Beni Lays ulanı. Mine Beni Lays cahiliyet devrinin özüde bu Xuzoa kabilesi olan bir adam öldürüp koydu. Şunu karşıya aldıyken, Mekke'ni fethi kıldıyken Xuzoa kabilesindeki özü mine Beni Lays kabilesi olan bir adam öldürüp kısas aldık de. Şu olan haber verildi deydi. Bu işte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber verildi. Oymuş da işuptu diyen şu haber verildi. Haber verildiğinden derhallıkı mindi Peygamberim yüzün tövgüsüge mindi. Tövgüsüge minip Peygamberim hutbe okudu. Yani elhamdülillah deb hutbe okup işte kıldı. Neymiş ki? Bunun bek ehemmiyet verip geldi size. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzdeki bir kança edislerindeki yüzüde benim İslam din mene resmi bir yer barlık gelgendikin Mekke fethi kılgandikin burunku kallaniki yüzü birbirine oturkanın hemmisi meneki kadiminin tehdide koyuldu. O yok onu her gün sürüştü kılmayımız. Burunku cahiliyet devrede almışlar birbirine öldürüşüp kısas almayan hemmisi emelden kaldı. Bunu dikin emmeden Müslüman boğazındaki kayıtıda emden ittifaklaşıp birleşip uhuvvetli iman asasen müştah yaşaşı kerek diyen mezmunda müştah hutbe sözleydi emdi. Söylegeldi ki bu vakat der şu vakti yüzü belgeldiyken bu yılaki küfür devredeki kısas işi olgadı ki bunu kardeşler uğraş olgan iki taraftan hem de uğraş çıkıdan gibi. Bunun için nihayet Peygamberimiz ehemmiyet verip derhal şu yere verip anladı ki nime kıldı hutbe okudu. Hutbe okup dedi Peygamberimiz cezmen Allah Teala tosti Allah Teala Mekke'den öldürüşün tosti. Yani Allah Teala hepsi kıldı. Yani Mekke'den öldürüş ne diyen? Yani Mekke'ninki dairesindeki içinden bir adamın yeni bir adam öldürüşün ibaret boğan bundak bir cinayeti kılıçlı katliye nime kıldı? Tosti. Ya ki pilni nime kıldı? Tosti. Yani pilniki bu şu Ebrehe diyen aşı Yemen'deki yerdeki valininki üzeri bu Habistan'daki uçağın üzerinde kaya vakti üzerine Peygamber'deki toğuluştan burun şu vaktin üzerinde kandak kılan biz aşı Mehrem nemine Kabe'nin üzerinde ürvatmen hep askerlerini aşı pilga ne ekegen. Şu vaktin üzerinde Allah Teala bunu ne kılan onu şu toskan. Şekilde Ebu Abdullah bu ravi ya katilni ya ki pilni deptemdi. Ve musallat kıldı. Men bulağa Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve müminlerini nime kıldı? Musallat kıldı. Men musallat kılıp
ularga Kabe'ni resmi fethi kılıp, onundaki Peygamber elip, mümin Müslümanlar baş kurduğun bunda bir aletke nime kıldı, uçağın üzerinde bunun için ekeldi. Agaul olan cezmen bu Mekke halal olmadı. Hiç kanda bir kişi için mendin burun. Mendin burun muamele adam urup ya uruş birbirisi öldürüşüp digenledek bunda bir işini Allah iş kalıp edeme halal kılmagan. Kafiriyet, cahiliyet devrinin üzerinde. Öyle her gün halal kılmadı Allah Teala hiç kanda bir kişi için mendikin. Yani mendikin bu hiç kanda bir kişinin üzerinde haremdeki hududundaki içinde birbirisi uğraşıp öldürüşüp bunda kılış Allah hiç kanda vaktin üzerinde kılmadı. Bunu şu halal çok kılmadı. Agavul olan cezme bu haremdeki yani Mekke'nin üzeri halal olduğu men için gündüzün bir saat. Gündüzü kişkine bir vaktin üzerinde ve şu vaktin üzerinde aşın burun şan ziyankeşlik kırıp öşmelik kılıp düşmelik kılan aşta adam boğan olsa uçağın üzerinde bunu tutup ekip onu isp kısa çok bonudu deyip malum haremnin içinde malum bir vaktin üzerinde kıska bu şu vakti halal kıldı. Agavul olan cezmen bu Mekke benim saatimki muşi idi. Menimki vaktimki muş idi. Men muşu vaktuğa vaktida yüzdüm. Yani bu Mekke nimidir o haramdır. Her kanda adam öldürüş, onu günah işte kılış, tehim onu o haram. Kanda kılındı, men tirilmeydi, uğrulmaydı. Şu haramniki yani Mekke'ninki özlüğünü üsüp kalan tikenlerini. Tiken, müştak, ot yaşlarını. Agavul olan öyle kesilmeydi. Şu haremdeki tabi yüsüp kalan, yani özlüğünün ösken nemeler var, derek var. Bu yerde özlüğünün diğerimizin yüzü, ademi yüzü bu yer tikip, o köçet tikip, onu dikin köçet ya meyvelik dereklerini koyup bunda kalmaz yüzün işi. Ama başka yedisi arkalık bunu özlüğünün yüsüp kalan, yani burun tatıp yüsüp batkan, özlüğünün yüsüp kalan bunda bir nesi düğüm kılıçkı çok bombaydı başka ravayetim var. Ondan o dikin, böyle özlüğünün ösken, bunda bir yeşillik, del dereklerin özünü kılıç kesikçi bombaydı. Öyle tepilmaydı. Mene o haremde çıp kalan nesini. Mene haremde çıp kalan bir nesi olan olsa onu bir adam özemdeki şahsi muluk kılıp bunu paydalı men dişkiçi bombaydı. Fakat kim için? Munşit için. Bunu hem de tepip bunu ilgisini tuğdurtturman, ilgisini vermen. Diyen bunu talep kılan adamı için uçağın üzerinde bunu çıp kalan nesi olsun elip ya saklap koyup ilgisi kayga vakti onu tunutup yüzü kvaliş cömert onu vermen dep uçağın üzerinde bunda kısa bu boludu. Ondan o halde ki deyip bakmışsam pes bir kişi ki öldürgen bolsa o adam hem de açta kılıçtı hem de işte öldürüp koyup demdi. Ondan o halde ki pes bir kişi ki öldürgen bolsa o adam pes bu öldürülgen kişiniki vali velisin işki nazarınki yaxşı ölendir. Bu adam de bana pemen kutile dep maravayeti bakken yani başka rivayette pemen kutile lahu. Yani onun için öldürülgen adam boğan bolsa yani mektulunki valisi. Mektulun velisi yani tukkanları. Benim muşdak boğan bolsa, benim mektulunki yani öldürgen adamniki velisi o adamı öldürgen adamı ülket kılamaydı vardı. Bu adam üzü işkil düşençeniki en yaxşı ben oldu üzgün nispeten. İşkil iş var. Şunun içinde o adam kanı yaxşı men dep karsa üzgün demesi o ihtiyarı. Ya şu ki kısas elini don. O tölünü don o katildin. Ya ki şu ki mene kısas elini don nime ehli katil. Yani mektulunki ilgilileri o adamda nime alıdı kısas katilunki ilgililerden nime alıdı kısas elini don. Katilunki ya ki kısas elini don katilunki ehlidin katilunki ehlidin kısasçı elini don. Ya katil mektul oğa adamniki aşı velinin üzerine bu adam kısas nem kıldığı gap açı alıdığın gap dedi. Hem de yukarıda kada yakudu yukat deydi. Bu aylık kısas aldı diyen nem oğan buludu gapçı boğan buludu hem de. Yani kısas elini don. Ya şu ki kısas elini don katilninki ehlidin. Katilninki ehlideki yani katilninki aşu nimelerden
qotilniki yoki maqtul deylan, maqtulniki egisi uchun egisi qisos ilindi. Ya'ni maqtul o'g'an o'lib ketgan odamniki ahli uni qisos edib, uni o'ltirimiz uchun deydigan gap. Yo'q bo'lmaydi, uni to'dan asimi bo'ladi, valisi o'g'an maqtul valisi o'g'an odam yoki veliniki yoki maqtulniki valisi o'g'an odam uchun o'zida buni qisos edib, qotilniki o'zidan bunda qismi uchun bo'ladi. Ikki kishining birisi uchun bilmish. Endi yo'qal deganimiz aviyatdagi aql dedik, bununla o'xshash yani. Aql degan to'lash degan diyat degan ma'noda. Qada yaqudu qavt deydi, endi bu nima edi? Shuni qisos edish. Bu degandiki keldi bir odam, Yemendan bo'lgan bir odam keldi. Kelib dediki o odam, "Yizbasa men uchun ya Rasululloh" dedi. Men mushu degan gaplarniki o'zini "Men yizbasalar" deb, mena bu odam ashtaq debdi. Mena payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yizbasa degandan dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Yizbiringlar abi pulan uchun men debatgan gapni talab qildi hozir. Ammo yizbanglar deb o'ziniki kotiblarga mushtaqchu dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Degandan keyin dedi bir odam Quraysh qabilasidan bo'lgan illal izhir desilar. Endi o payg'ambar sollallohu ayat daraxtlar kesishga mana bu tikan yeşillik dersin, unda urib uni yo'qotishga bo'lmaydi, qat'iy bo'lmaydi degandan keyin bu chog'imizda yin bir odam, boshqa rivoyatda Ibn Abbas, Abbas ibn Muttalib bu odamniki o'zi nima degan izhir desa ya Rasululloh. Lekin izhirni mushtaq kesib, bunda yulib, unda ishlatsaning bo'ladi desa ya Rasululloh. Deb shundaqcho degan. Nima qilsa? Chunki biz bu izhir degan daraxtning o'zini bizning uylarimizga, qabrlarimizga mushtaq ishlatamiz. Men uy yasaymiz bu daraxtning o'zidan qabrlarimizga ashdaq qo'yib, ko'tirib, mesela karvat taxt qilish orqali boshqa uyliklarni ko'tirib boshqa qilamiz. Biz bu daraxtni, bu izhir degan daraxt shuning uchun ishlatamiz. Unda o'g'aningizsiz bo'lmaydi desa biz bu daraxt nerede ekelimiz? Degan vaqtimizda payg'ambar sollallohu illal izhir deb men mushtaqchu dedi deydim. Dedi Abu Abdullah diludu yuqadu dildu qap bilan. Deydem dağda yuqadu degan gapning o'zi bu yerda imom Buxoriy rahmatullohi tafsir qildi. Dildi Abu Abdullah uchun qaysi şeyi yozgan edi payg'ambar sollallohu uningga. Ya'ni oyada Yemenlik adam bana yizpa binasini debdiken nimini yizpagan edi degan vaqtda dedim. Yizpagan edi payg'ambar sollallohu o Yemenlik kelgan adam uchun ma xutbini yizpagan. Ma xutbiniki o'zini nima qilib bergandi? Yizpagandi. Shu vaqtning o'zida o'qana 3 xil narsa bor. Men mushu narsani men yizpagan edi deb meni yilqi meni Abu Abdullah men mushtaq nima qildi uni dedi deydim. Endi yani demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'niki meni zamanınki o'zida o'ziniki hadisidan iborat olan bu ilmni yezishning o'zi qalam bilan bu ne bo'lgan. Yani İmam Buxoriy shunday deydi. Mesela şu şartda deb yozgan. Ammo tusishning o'zi ma'lum muddatda umumiylik bunuga yezishga aylanib ketsin deb o'chog'ingizda payg'ambar Qur'ondan boshqa narsani yezishni nima qilgan? Payg'ambar ham to'sqan deymiz. Men mushu hadisga asosan va uni boshqa hadisga asosan demak hadislarniki yezishning o'zi 2000 yani 200 yildan keyin emas. Yani demek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki zaman tatip yezishga başlagan. Endi yezish başlaşı Kur'an-ı Kerim'nikidek unda yezilmagan. Ama ayrım mushtaq yezish ahvollari uchun bo'lgan. Meni bunda bo'lib ketmasin deb Peygamber Kur'an o'xshab qolmasin deb uni ma'lum muddatda, yani ma'lum nimadan bu nima qilgan uni to'sqan. Yani hozir mening og'zim chiqqan so'zningki o'zini yezib olsanglar, keyingi davrimizda bu yezilibdi deb mening so'zimning o'zi Qur'on bo'lib qoldi, Qur'on gumon bo'lib qoldi deb o'chani uni to'sqan. İştibah shu te. Ammo Qur'oni Karimniki o'zi rasmiy yezilib, rasmiy kishilarniki o'zi qalbiga yod elib, bunda qilib bo'lgan vaqtida bunda bir ehtimol bo'lmaydi degan vaqt o'zida andiki payg'ambar buni nima qilgan? Ruxsatchi chiqqan. Unda o'g'andan keyin yedisining ustida gap qotgan, mushundaq gumon bilan gap qotgan, mushundaq yeniqi kishilarniki o'ziga kelsak, bu nima degan gap bu? 200 yildan keyin İmam Buxoriy
194-6 yıl tug'ilsa, 256 yıl vafot olsa, undan oldiki payg'ambar sallam o'lib ketib 200 yildagi yozilsa, bu qandoq gap buni, bu qandoq bo'lmamdi deb, işte deydigan nimalar var, işte gumon shakllari çok bor. Yani demek Yedisinin üzü ayrım şekilde. Yani o bu yani tövende keldi hatta sahabelik üzü ben üz alaydı yazıp saklap ben açtakan. O kim o Abdullah ibn Emr ibn As. Ben müştah şu yazgan. Yazgan vaktimizde bu yazgan aşu yani sahipsinin üzü Sadıka deb isim koyup diken. Şu vaktin üzü de bakken. Tövende okuyumuz onu. 113 hadis. Dedi İmam Bukhari. Hadis bayan qilib bizlarga Ali ibn Abdullah Endi Yemen'den bir adam keldi degan rivayette bu Abu Shah degan bir adamken bu başka rivayette bu adamın ismi uç aşkara bu yerde deyiladi ekan. Peygamber ben açtığını yazıp geldikken şunu olan yazsa dururken demekçi. Dedi İmam Bukhari, Yedis bayan qilib bizga Ali ibn Abdullah dedi Ali. Yedis bayan qilib bizga Sufyan dedi Sufyan. Yedis bayan qilib bizga Emr dedi Emr. Xabar verdi bana Vahb ibn Munabbah. Bu adam bolsa özünün qarindishidan rivayet kıldı. Dedi o qarindishi anladım ben Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala anhudan deydim. Yok Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki ashabların içinden hiç kanda bir kişi yok ki, hiç kanda bir kişi yok. Cıkarak, yediz cehette o kişiden mendim mi? Mendim mi? Yedisi rivayet kılış, cık sözler cehette Peygamberimiz ashablardan mendin cık, bunda bir kişi yok. Dep, bu ne mi dedi? Ebu Hureyre radhiyallahu müştahçı diyen dedi. Hem de bir yerde Ma min ashabin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diye ma nepi olan buludu. Min diyen ziyade bununki haberi. Ehadun diyen nime o? Ya ki o mutlak mehzub. Ehadun diyen ismisi ekser 12 haber buludu. Hadise temiz. Minhu diyenliki, anhu diyenliki zemirisi ehad ki yanıdı. Minni. Bu yılki ekserininki nimesi o isim tebzili oğandaki isim tebzil. Men üşhil. Nasibiler neme konuldu? İşletildi. Yani işletildi. Birisi izafet, birisi iliplam, birisi min. Mesela Zeydun eflalı min emrin. Zeyd, resmi isim tebzil bildirişin bu üç xil nasi oluş gerek. Manada min kelgendeki minniki üzü bu mesela Zeydun eflalı min emrin diye vakti üzüde Zeyd emrahundun kattaraktır. Zeyd emrahundun ve katta deyişini bildirişin min kiliş gerek. Şu an min emrin tepçük ya bu yerde min şununki ekserininki nemesi olan buldu. Anda o halde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki ashablarının içinden mendumu yelsin çıkarak rivayet kılan kişi yok dedi. Emniyeti şu. Yani bu Ebu Hureyre radhiyallahu ta'ala onunki yedisininki nemesi ölümalarımızdaki hesaplaşınca 5300 tane etrafında yedisi rivayet kıptıken. Şundakçık. Lakin anda bu nemesi ki buldu o nese Abdullah ibn Emr'den buldu. Abdullah ibn Emr ibn As. Mine radıyallahu ta'ala anhu'dan buldu. Bu adam mendin çıkarak rivayet kıldı. Sahabının içinde mencik rivayet kıldı. Benim rivayetim cik. Şunda bolsa mı ki mendin çıkarağı Abdullah ibn Emr ibn As'nınki müştakçı boğantı deydi. Neymiş kadise? Çünkü bu Abdullah ibn Emr ibn As mine yazıttı ve mençü yazmaytım deydi. Ana o adeken Emr ibn As radıyallahu ta'ala anhu'nunki yüzüge kaçsak mine Amr ibn As radıyallahu ta'ala anhu'nunki yine rivayet kan başka rivayetlerde var. Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yüzdeki yedisinin yüzdeki sözünün yezişka ruhsat soraydıken. Yüzdeki yedisinin yezişka ruhsat sorağındaki Peygamberimiz makul dep Abdullah ibn Amr ibn As radıyallahu ta'ala anhu'a bu yedistanın yezişka ruhsat kıldıken. Yani manıdan muşu olan toxtab kıldı. Hem de bunu ruhsat kıldıkken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kılgandıkken hem de
Bu yerda bu yezishga ruxsat qilgan ekan payg'ambar, ya'ni demak Abdullah ibn Amr ibn Asniki yozgan uniki sahifasining ichida kitob nima payg'ambar yetsinati jiq degan gap bo'ldi. Jiq bo'lgandan keyin mening qaragan vaqtda buniki nima dema u jiq. Chunki davomli yezib turgandan keyin uni unutilib qolmaydi, nima qilmaydi, buniga bundaqcha qilmaydi degan nima bo'ldi, gap bo'ldi endi. Endi unda bo'lgan bo'lsa nima uchun Amr ibn As radhiyallohu ta'ala anhu'niki bizga yetib kelgan hadisning o'zi bu Abu Hurayra'niki hadisi qaragan vaqtning o'zida bu az bo'ldi. Desam, men Amr ibn As'niki mushu qilgan rivoyatning o'zida bu 700 mi 800 mi aşında bir hadis rivayet kılındı ekan. Endi Abu Hurayra radhiyallohu ta'ala anhu'dan qilgan rivoyatning o'zida 300 dak tabiin bu adam rivoyat qildi ekan, o adamniki hozir deganimizda 5300 atrofida hadis rivoyat qilindi ekan. Unda u ekan Amr ibn As radhiyallohu ta'ala anhu'dan bundaq hadis qasasan nima uchun jiq hadis rivoyat yo'q bizga? Endi ayt az. Desa, chunki Amr ibn As radhiyallohu ta'ala anhu Misrda tug'an. Misrga tug'andan keyin o adamniki o'zi Misrga hadisini talab qilib mushu Arab yarim orli mushu O'rta Osiyo mushu Iron mushu Iroq tarafdan hadisini nimada falon rivoyat qilibdi deb beradigan u yerga adam az bo'lgan. Az bo'lgandan keyin shu raviylarning ichidan Misrlik raviylarning ichidan bu shunday az. Unda o'g'ankin ahli ilm bo'lgan hadisi tabqa adamning o'zi u yer jiroq bo'lgandan keyin shu vaqtning o'zida ucha u yerga tushib bormagan. Faqat mana ilmniki markazi bo'lgan Makka, Madina, shuningdek uningdagi nima u Kufa va Basra. Mana Sham, ya'ni Falastin deganidek mushtaq yerda o'tgan. Men undan boshqa shu Xorason deydi, shu tarafda az bir qismi o'tgan. Bu itibardan u yerga hadis rivoyat qilgan odam u yerga bormagandan keyin uningda bu hadisniki o'zi Abdullah Amr ibn As'dan az rivoyat bizning kunimizga kelgan. Endi bir sandan keyin Amr ibn As, Abdullah Amr ibn As radhiyallohu ta'ala o'zi bir vali, Misrniki valisi bo'lgan. Men Misrning valisi bo'lgandiki vali bo'lgan odamning o'zi o nima bo'ladi, o ishchi bo'ladi. Ishchi bo'lganligi haqqa ilm o'rgatiman deb unda turgan bir odatmi chu bo'lmaydi ko'p vaqtning o'zidan. Siyosiy va iqtisodiy boshqa davlatning ishlari mundaq bo'lgan ekan. Bu e'tibordan amaliyotda o'zi yezib olgan shundaq jiq bo'lsa-mu, lekin haqqa yetkazish masalasining o'zidan bir oz Abu Hurayra qaragan vaqtning o'zida nima o'nayt az. Abu Hurayra ana chiqatim deyildi payg'ambar endi keldi bir qancha rivoyatlar o'zidan meni o'zi duo qildi, etigini och deydi, sut deydi, meni Peygamber'nin duasının berkiti. Şundak Abu Hurayra'nın küpünce vaktin üzerinde Medine'de turşu. Medine'de aşağı üzerinde hayatın ahir gelişi aşağıda tutup bir yer bağımın aşağıda kılıştan ibaret olan bunda bir artıklık sebebiden şu Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhu'dan kılgan hadisini ben o naticik. Deydim. Tabahu Ma'merun en Hammamin en Ebi Hureyre'de. Geçti bu nimige Ma'mer. Beni geçti bu Hammam'din. Hammam bu yıllık geçti Emirgen mene Ma'mer Hammam'din. Geçti Hammam bolsa Ebu Hureyre'den nima kıldı? Geçti dedi. Yani demek ma yelsin ki senede 21 senet çok ba diyen ne buludu? Gap çok bulu demdi. Yani demek Peygamber'in zaman tatıp hadisini kılan yazışka yol çok koyulgan yani ilimli. Bu nime dürüst deydi. 114. hadis. Hadis Peygamber'e Yahya ibn Süleyman dedi ol Yahya. Hadis Peygamber'e İbn Vehb dedi ol İbn Vehb. Haber verdi bana Yunus olsa İbn Şahab'din. İbn Şahab olsa Ubeydullah ibn Abdullah'din. Bu adam olsa İbn Abbas radıyallahu ta'ala anhu'din. Dedi İbn Abbas. O vakittaki menen qattiq bo'ldi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga Peygamberimizniki og'rig'i.
Meni hayatning og'rib qolgan. Shu vaqt o'zida nihoyat og'rig'i kasallik ig'irlashib ketgan. Ig'irlashib ketgan vaqt o'zida payg'ambar degan: "I'tuni bi kitabin aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu" degan. Keltirilgan bir maktub, ya'ni bir qog'ozni. Yani kitap degan, yani xat yozilgan nima o? Kitap degan gap. Yana menga xat yozilgan bir qog'oz bo'lgan bir maktub, yozilgan bir qog'ozni keltiringlar. Men yozib beraman sizga bir maktubni yozib beraman. Ikkinchi kitap maktub ma'nosida. Birinchi kitap nima o? Qog'oz. Yani bundaq deyishning o'zida arab tilida majoz, mursal deydigan nima var? Adet var. Anda o an ki bu itibardan şu mecaz mursal degende ani okuduk. İkisinin o'rtasida bir munosabat bo'lgan bo'lsa, sabab musabbab va uni bas juz'iy kulli deganda bunda bir munosabat bo'lgan bo'lsa, o'chan o'zida bir narsaning o'rniga ishlatish bo'ladi. Endi bu yerda nima uchun kitob degan biz odatda yozib naqib bo'lgan narsa, buni nima uchun yozilmoqchi bo'lgan qog'ozniki o'zini, bu nima deydi, o kitob deydi desa, chunki kitobning kitob bo'lishi uchun nimadan barliq keladi? Parça varak, yani kağızın bardak keladi. Anda onu bir kulun irad cüzini, kunu zikr kılıp, kunu zikr kılıp cüzini irad kıldı diyen nimede menide. Mene keltirilma kitap ne? Yani kitap diyen yazıp olan kitap emez, bu yerde yazmakçı olan kağız. Kağızı keltirilma, kitap olmakçı olan bir kağız var, yani yazılığın, bunu keltirilma. Şundak salman yazım ben, sil üçün bir mektup ne? Yani yazılığın xat ne? Ben sizge bir xatni nim qilib beraman, yani yozilgan bir xatni nim qilaman, yozib beraman. Meni azmaysizlar, buni deykin hargizchi azmaysizlar deb Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'ziniki hayotining oxirida tasir kasal ig'irishib ketgan vaqtning o'zida men mush gapni uchun deganti deydi. Dedi Ömer, Dezmen Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam g'olib keldi, Peygamberimiz og'riq. Men mush gapni debda og'riq o'ziga shu bir narsa qo'yib boshqa rivoyat bor. O'zini shu so'g'i chilab, qo'llarini o'zi so'g'i etib, mushta qilgan bir ish bo'lib ketdi gapni debda. Degandiki shu bilan bo'lib ketdi, mushta g'olib bo'lib ketdi. Bo'lib ketgandiki va bizda Allohning kitobi vardir. U bizga nima qiladi? Yetidi. Hasbuna. Mana bu yetidi. Yetidi asli deydi. Bu bizga yetdi, Peygamberimiz yozibamizmi? Qur'oni Karim bizga yetdi. Şuna bular ixtilof qilishib qoldi. Yani Peygamberimiz nima dedi, yerda keltiringlar dedi. Degandiki zodi Ömer raziyallohu anhu gapni desimi ya deyish boshqa qismi. Bular yo'q, Peygamberimiz degandiki qog'oz akalli deyishdi. Ömer raziyallohu anhu yo'q akamanlar. Peygamberimizning mayada bak og'riq hozir. Og'riq bunda holatda bo'lgandan bunda holatda bir narsa yezib qo'ysa, o'chanizda to'g'ri olmaydi. O'chanizda munofiqlar degan rivoyat bor ekan boshqa yerda. Munofiqlarniki o'zi bu yerda gap tepib, ya'ni Payg'ambar og'riqning o'zida mani yozman deb, ani yozib, bu gapni deyman deb katibning o'ziga mani yozib qo'yib, o'chan mundaq qolgan vaqt o'zida kab munofiqlar o'zi bu yerda yeni bir gap tepib, bu yerda oqidan andan mundaq bo'lgan deb degan gap bo'lib qoldi. Bizga yetadigan narsa Qur'oni Karim. Qur'oni Karim bo'lgan ekan, men bu e'tibora bizga alohida bir kitob maktubchi lozimchi yo'q deb mushuncha deydi. Aslida Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki men mushadiki nima dedi? Ituni dedi. Mushal ituni degan vaqtni o'zida bu bir buyruq. Asli bu buyruqni qandikin anlagandikin shu choniki shu vaqtning o'zidagi adam hamma bijo keltirish kerak. Hammani qilish kerak. Darhol bunu eminleştirish kerak. Lekin bu yerdagi ahvollarning o'zi meni Ömer raziyallohu ta'ala anhu va uning boshqa sahobaning o'zi biladi. Zot Payg'ambar shu gapni nima uchun dedi? Degan vaqt o'zida diniy ahkam, o'ziniki payg'ambar bo'lish va diniy ahkam Alloh taolo tarafidan yetkazilgan e'tiboran bu payg'ambar buyrug'ini qilish vojib. Uni qilmasa qat'iy cho'q bo'lmaydi. Yana birisiga payg'ambarniki bu yerda qilgan buyrug'ning o'zi irshad va ihsan, yani irşat deydi. Bu bir yok. Yani irşat degeni maaşlı kısmınızın boludu, lekin bunun maaşsal kısmı yaxşırak degan muşu mesele oldu. Mesela dünyanın işleri o akaza. Bunu kelgan vaqt o'zida u nima emas, o buni vujub shaklda chu emas. Irshad shaklda bo'lgan ixtiyor degan gap bo'ldi. Payg'ambarniki agar bu buyruqni deyishning o'zi rasmiy vujub shaklda bo'lgan bo'lsa, mana kasal
bu işniki aldıda vakazak yapının üzerinde bunu anlamakaça yezi müştaçı kıp oldu. Yani bu itibardan bu buyruğun üzü peygambersem ya telaffuz ya yap sözlerin üzüden bu resmi icap şekildeki buyruk emez, irşat şekildeki buyrukken. Bunun karta anıdiken Ömer radıyallahu ta'ala onunki ya ki kalbi ilham kılındı ya ki olmaydı. Benim muşundak kılış arqılıq bunu yazılmaydıqanlığını, yazmaydıqanlığını ubdan bir halet çok oldu. Bunu ona andı ki Ömer raziyallahu ta'ala peygamberimizin əmil əhvanını görüp şu yarqı hazır degan gapga asasen benim bunu yazmasa ham ol japa tatqızmaydı, ubdan bulmaydı. Eğer vücub şekilde olgan bolsa anlamaqacha bunu dep boldu degan mazmunda muştaqçı deydi deymiz endi. Şundan ixtilaf qilishib qoldi va ko'pib ketdi, lag'atdi. Ya'ni varang churum. Biz qilamiz deydi, biz qilmaymiz deydi, o'sha varang churishon shuna chiqib ketdi. Chiqib ketgan payg'ambar dedi: "Qo'mu anni. Men de qo'puna, ketinglar. Loyiq kelmaydi, mening qishimda talash tortish. Men payg'ambar tutsam, men hayot tutsam, men hayot tug'andan keyin mening joyim mani qilin degandek uçan o'zida mushtaq, voy bizimiz qilamiz, qilmaymiz deb mushtaq qilsam bo'lamda. Asli men payg'ambar bo'lgandan keyin payg'ambar bo'lish e'tiboridan meniki qishimniki o'zida varang churun qilib tortishni o'zi loyiqchi emas. Ketinglar, qilib ketinglar dedi. Shuning bilan dedi. Shu vaqtning o'zida payg'ambar alayhisolatu vassalam meni ashu qog'ozni akılama yizperay degan debdi. Qur'ondan boshqa. Unda bo'lgan ekan, demak, mushum bir ilm. Ilm bo'lgan ekan, bu ilmni ushta yozsa nima ekan, u durustga. Dedi, bu bab bilan munosib etsinki ayirichi chiqdi. Shuning bilan chiqdi Ibn Abbas. Deydi Ibn Abbas, jazman razolat. Razolatniki hammasi onda bir mas'ulga ayil oldu. O payg'ambar alayhisolatu vassalam bilan payg'ambar sallamniki mektubunu yazmoqchi bo'lgan yozishniki o'ttirsida. Payg'ambar sallamda payg'ambar sallamniki yozishni o'ttirsa pardu olgan narsaning bütün musibatning hammasi mushadi keldi. Deb men Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala mushtaqchi chiqdi deydi. Endi bu yerda ma vaqaniki o'ziniki ma vaqa bo'lgan vaqt o'zida Ibn Abbas yo'q ekan. Ama İbn Abbas radıyallahu ta'ala bunu başkasının anlap bir rivayet çok kıvadıdı. Yani bu yerde Peharaca degeni İbn Abbas radıyallahu ta'ala'nın yüzdeki şahitler olan Ubeydullah ibn Abdullah, Mücahit ve onun başka bir kançı nemeleri var. Onunki şahitleri var. Yani şahitleri. Yani bu yerde muşuk yapını okuğa vakti üzerinde muşuk yapını tanaza degen ya da ki mening nazrimda tanazu qilish bo'lmaydigan gapni tugitiblar. Andiki bu yer qo'rqib payg'ambar nima Ibn Abbas ashu majlisning o'zidan sir chiqdi ekan. Sir chiqqan vaqt o'zida andikin Ibn Abbas ma gapni qilib, meni butun razolatning o'zi mushadi bo'lgan deb men o'zing bu gap ekan. Ayda sana oyat chetig'i yo'q. Mana shunday tushunamiz. Tushungan vaqt o'zida andikin Ibn Abbasning oyat yo'q ekanligi nima chiqdi. Endi Ibn Abbasniki butun hozirgi bu Ibn Abbasga eng oxirida o'lgan vafot bo'lgan kishilarning qatorida ya bu jiq pitlarni ko'rib, urush talash hammada kelib, Ali radhiyallohu ta'ala, Husayn, Hasan radhiyallohu ta'ala tatib, men mushu ahvol hammani ko'rgan zot. Men bu adam men mushadiki bo'lgan butun musibatning hammasi ash payg'ambarim ashadi yozgan bo'lsa, bu chon o'zida bundoq pitinchi bo'lmaydi. Ashadi kelib chiqqan deb o'zligi o'rgatayotgan mazmunni mushta qilib chiqqan deydi. Endi xo'sh. Unda bo'lsa payg'ambarim shu maktubni o'zi nima yozmoqchi? Desa, bunda ikki xil ko'z qarash bor. Birisi shu payg'ambarim o'zi vafot bo'lishniki oldida bo'lgandan keyin bu yerdagi yezishniki asos maqsad qilgan payg'ambarim o'zi kim bo'ladigan ashu nima o'zi kim bo'ladigan xalifaniki o'zini bekitib berish. Bu siyosiy tarafdan bo'lgan. Ya'ni mendeki falan olsun, pukun olsun deb bunda yazdı. Bu ide degan bunicho deydi bazı alimlerimiz. Bazı alimlerimiz yo'q, bu emas. Mushu İslam dinimizdeki mushu halal haramdan ibaret ahkam meselesi ibaret olgan. Men mesela kitabı zakatniki zakat meselesi nisabını payg'ambar yezib yemek evet başta qilgandi. Anda o'g'andikan men mushu tarafdagi masalalar shu deydigan men mushtaqchi nima va ko'z qarash var. Endi umumiy ahvol qaragan vaqtida Abdullah Abbas radhiyallohu ta'ala gapimda qaragan vaqtning o'zida bu ahkam meselesi emas. Bu fakat o'zi keldigan kimning kim payg'ambar o'rin naib bo'ladigan mushuk kishilar bo'lgan, ya'ni xalifaniki ismlari vati demakchi. Bu asos ya'ni bo'ladi. Bu sal buni nima qildi? Taqozo qildi. Ibn Abbosning deganima meni shu ani. Endi yana birisiga
Bu yerda buyruqning o'zi agar payg'ambar alayhisalom etuni degan buyruqning o'zi agar ijob shaklida buyruq olgan bo'lsa, payg'ambar alayhisalom ma vaqadan keyin bir qancha kun yashab ekan. Yashagandan keyin shundan agar rasmiy yazmasi bo'lmaydigan odat kelgan bo'lsa, undan keyin og'riq to'xtagandan keyin undan yozitdi. Qaraganchangizda bu buyruqning o'zi ijob emas, bu irshad. Shunga ma yedisi deyilayotgan yedisini o'zi tushunishning o'zida payg'ambar alayhisalom buyruq qilgan narsaniki hammasi ijobni bildirmaydi. Bu şu usul fikri ve usul hadisi bilish kerak. Bunun uchun payg'ambar alayhisalom debtikan deganlikni hammasi ijob yo qimiz qat'iy bo'lmaydigan undan nima yo'q. Uniki ba'zilari ashunda, ba'zilari irshad, ba'zilari musab, istihbab, sunnat tariqasida, ba'zilari ijob shaklida buni nima qildi? Uni hadisning o'zi uchun buni bildirdi. Meni payg'ambar alayhisalom bir qancha kun yashagandagi shu vaqtning o'zida agar yozmas bo'lmagan shu yozib qo'ydi. Deb bunda o'limlarimiz shu nima qiladi? Yana birisi keladi ekan, payg'ambar alayhisalomga shu payg'ambar alayhisalom ash gapni yezinglar, qog'oz keltirib men sizga bir maktub yozib beray, hargiz ozmaydigan buni keyin deganning o'zidan shu vaqt o'zi degandiki balkim Alloh taolo ilhom qilib yo vahiy qilish orqali bu yezishning ubdan bo'lmaydiganligini. Buni chunki payg'ambar alayhisalom vafot bo'lgandagi tabiiy holatda shu boshqa rivoyatda bor. Mana şu o'ziniki Oyshamga degan payg'ambar alayhisalomniki sen Abdurahmon nima Abdurahmon ibn Abu Bakr nima akil kishi bir kitob akasini yekosman yezib beray, bir narsa yezib beray deb aniq oqidan faqat men bu yezib bermayman shu mazmunda aniqkin mu'min Alloh taolo va mu'minlar faqat Abu Bakrdan boshqa odam unmaydi degan mazmunda edi sava. Men bu yerda allamaqacha payg'ambar alayhisalom zot yezib bermismi? Alloh taolo yezib bersa ubdan bo'lmaydi yoki chunki yeni jiq nimalar var ya da ijtihad ya akıl tefekkür işliş nimisi ne bu kaldı şu an materap ne bu olan tep. Peygamber sen muş gapni degandiki derhal ya vahiy tushgan bo'lishi yoki Alloh taolo tarafından ilham qilgan bo'lishi mumkin. Shu e'tiborla payg'ambar sen buni nima qilgan, yozmagan. Buni anadikin o'ziki ishdan o'zida shu istishora shaklda nima mishvarat va shura shaklda betaraf qilsin deb ashtachu qilib qo'ygan buni masal shaklining o'zida. Buni vasiyat emas, bunun şekilde. Şu an ma Şia'nınki üzge bu nima bizinki ma yedisin üzü nima o ziddiği delin. Şia'nın ne deydi o peygamberim öyle vakti üzde üz Allah'a ait mektup yazıp bana başladı degandik. Muşu Eli razıyallahu ta'ala boludu deb ashtaqqandı vasiyet vatdi deydi şu da deydi. Lekin unda gapçu yok. O da oydurup çıkan nima o gapdi. Babul ilmi vel izati bil leyli. Elmeyede resiyet deydi o bala diyen məlide musibet, bala afet, musibet diyen çoğun məlide oludu. Kırıqıncı bab ilim ve vaziyetişindeki babudur keçide. Keçide. Mine ilim okup mesela keçinin üzüde vəzi etib, mən müştaq qısa, bolamdı, bolmamdı. Əsl, Allah Teala insanların işləş üçün, məişət qilish üçün Allah gündüzünü yaratqan. Keçinin üzü nemi qılıdı, armalıdır. Onda o adı ki, ilimdeki üzünü, mən keçidə ilim okus bolamdı, bolmamdı. Şunu da, mən ilim okup, üzüge əsletib, Allah'ın ki, kitabı ve Kur'an-ı Kerim'i okup, düşünüp, öğürüp, müştaq qısa. Yeni birisi ki, vəz, degen, vəz degen, izzət degen, vəz degen, kişiler degen. Təbliğ, ahkam qırıb, öğüt, müştaq qilishning üzü keçide. Qısı bolamdı, bolmamdı. Men müştün üstü gideyim onu, bab deydimdi. 115. hadis. Dedi İmam Buxari, hadis bağlı bizge sadaka. Dedi o sadaka haber verdi bizge İbn Uyeyne. İbn Uyeyne olsa Ma'mer'din, Mehmer olsa Zöhri'din. Zöhri olsa Hindi'din, Hindi olsa Ummu Selme'din. Ve ilan rivayet kıldı Ma'mer, Emr, Yahya ibn Sa'id, Zöhri'din. Zöhri olsa Hindi'din. Endi bu yerda ve Emrun degan gapniki o'zi Ma'merga atib bo'lgan bo'ldi. Ma'mer atib bo'lgandan Ma'merning ustiga Ibn Uyayna, ya'ni Amr shunidan rivoyat qildi. U andiki sadaqadan rivoyat qildi. Unda o'ladikin, shu Ma'mer kelchilik Zöhri u 3 adam, 3 tane nima var? Bu yerda Amr, Yahya ibn Sa'id degan 2 adam. Bu yerda Zöhridan rivoyat qildi, andiki Ma'mer u yerda yo'q degan gap bo'ldi. Uni oldidiki shu İbn Uyayna ma sadaqa ayat bor degan gap.
Yine Hindi'de rivayet kıldı bu Ümmü Seleme'den. Dedi Ümmü Seleme, oğunup gitti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir keçisi. Oğunup çok gitti. Hem de zatun degen gap özü zonunki muannisi, yani keçininki ilgisi degen gap, yani resmi keçide degen gap. Mine şu vakti özünde Peygamberimiz keçisi oğunup gitti. Oğunup gidip dedi ki, Subhanallah. Maza unzil leylete minel fiten. Nimi düşürüldü bugün keçe pitinlerdi. Pitinlerdi nimi düşürüldü. Acayip müştak günah masiyet, müştak uğraştalaş diyorlar. Müştak bir neyse bugün müştak nime kılındı düşürüldü. Ve nimi içilindi hazinelerden. Depi dünya hazinelerden nimi içildi bugün keçe. Acayip işip getirdi. Peygamberim aşı teəccüb kılıp hayran bulup kup getirdi. Ey kızı savahibel hucar. Oğutunlar, hey insanlar, yani özünki etrafındaki başka ayallarına tepti. Ucur egillerini, ucurunki sahip olan ayallarını ne kalanlar onu oğutunlar. Hem de savahibat diyen sahibetin cem'isi bu kim? Peygamberim ayalları. Hucur diyen hucuratının kelimesi cem'isi. Yani hucurlarda boğan, yetivatkan benim başka ayallarım var. Bu ayallarınki özüne hazır ne kalanlar sen oğutunlar. Perubbe kasiyeti pid dünya ariyetin pil ahire. Der Peygamber aleyhissalatü vesselam min muştahne kıldı dedi. Anda varken nadi cık kim güçe bir ayal var dünyada o ne idi o ben yanlış idi ahirette. Der Peygamber muştahçı dedi. Hem de Subhanallah diyen hemimiz bilimiz yani zikir tesbih. Bu zikir tesbihinin özü teəccüb için. Bunu işletildi Araplarda var. Araplar şuna bir adet varken. Bir işe hayran kalgan olsa bunu Subhanallah deyip gediken. Bu yani ben bunu ne kıldım ben pek hayran kalp kaldım. Diyen ben dedim. Hem de maza diyen iman bu yerde onda bilinmezdi ki ben düşürdü o nesne nimeden mene pitilderdin. Bu yerde isim mevsul mene yaki umaydı spam nimi düşürüldü bugün keçe pitilderdin. Bu ya spam desem bolu ya isim mevsul desem boludun. Ben hayran kaldım anda bilinmezdi ki düşürüldü bugün keçe pitilderdin. Mene pitilderdin maden isim maden isim mevsul olan bolsa uçan bayan boludun. Yani bugün keçe düşürülgen bir pitli var. Yani o azap ukubet ceza. Cazanın ki üzerine günah masiyetinin üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem pitin dedi. Pitne dedi yani günah masiyetinin üzerine şu cinayetlerin üzerine bugünkü ne bakıptı düşürülüptü. Bir yerde düşürülüptü diyen gapning üzerinden birisi hissi taraftan üstün tarafta tövbe kılmada tedir düşken unzildeydi. Yine birisi andaki düşürülüptü diyen gapning üzerine nime o yerde belkitilipti. Yani şu vaktimizde Allah Teala bugün geçen benim ümmet İslam dinindeki Müslümanlığa muşunda balay afet, musibet ve onun başka her kıl cinayetteki ağır musibetin bu iş ahvalını bugün ne bakıptı Allah beni belkitip bana lehul mahfuzun pirişten uqturuptu. Pirişten uqtur demdi bu nemini. Uqtuğandayken andaki bunu Peygamber bu pirişten üzeri yaki Cibril bu kılıç arka Peygamber ne bakılan düşü kösüp kösetken. Ya düştü kögen Peygamber ve nimet peti kılındı hazinelerden. O anda bilemezdik ki peti kılındı o nesne nimeden hazinelerden. Yani dünyanın depi dünyadan ibaret olan nesnenin üzerine bugün peti kılınıptı. Bugün içilinipti. Yani Allah Teala yani rahmet. Yani peti kılınıp o nimeti o Allah Teala'nınki rahmetidir. Rahmet oğandaki bu rahmetin yüzü içilipti. Onda oğandaki bu nes buptu ya Allah maşallah. Yani hazır üstündeki asmanın yüzüden pirişteki Allah Teala vehiy kıpmıştı. Uqturuptu. Uqtu oğandaki bu hayran kalarlık işte Peygamber Müslümanı korkup ketken. Yani hayran kap kalgan. Yani bu yerde demek Müslümanlarınki yüzüge men davamlıq men şundaq nima qilgan birsiga günah masiyat mushundaq musibetdan ibaret ve qiyinchilik ahvollarning üzücü bo'ladi ekan. Chunki Peygamber Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'deki ümmeti başka ümmetlerge o'xshamaydi. İlgaki ümmetlerin üzerinde meni qanday qildi eğer aşıda musibet olup aşıda bir hata işteki haram günah masiyat qan bo'lsa uçan üzü tüp yıldızı kurtuladı. Onun için hilak yok tuvadı. Ötken Peygamber şunda xuluqluq. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki ümmeti icabetten ibaret olan bu ümmetke onda bir tüp yıldızı yok tüvetiş, onda bir işçi musibet yitip onda çok bulmaydı. Ama
uni qanday qiladi? Har xil mushta musibat, qiyinchilik ahvollarni keltirish orqali bularni shu g'oshiga keltirish, shu orqali bularniki Allohga iltijo qilib, din uchun yaqin bo'lish, dini bo'yicha amal qilishda iborat bo'lgan bu ishni qiladi. Qandiki şu an musulmonlarga mushundaq ig'ir ahvollarniki mushundaq bo'lishligi sababi men mushu. Şu an bu ish mushtaq bo'ldi deb Alloh payg'ambar mushtaq degan. Yana bir sondan dunyoning xazinasi ichildi deydi. Ya'ni Allohning rahmati tushdi buluq deydi. Bir tarafdan avun musibat yetgan bo'lsa, yana bir tarafda dunyoniki umumiy xazina, ya'ni rahmat Alloh taolo yine kip turdi bularga. Qandaq ashta dunyoda mol-mulk, ashunda deb dunyo ulardan jiq bo'ladi. Bu hamda qaysi degan vaqt o'zida bu shu vaqt o'zida eng cho'ng imperiya deb qaralgan birisi Paris, yana birisi Rum imperatorluğu iborat bo'lgan shuniki deb dunyosiniki o'zini payg'ambar uchun ko'rgan. Ya'ni musulmonlar oladi deb. Bunu payg'ambar buni ta'jjub qilib, hayron qilib, ehtiyot qilib, shunda nima qilib qolgan, qo'rqib mushtaqchu deb qolgan. Chunki deb dunyo ichildi degan gap asli ikkisi bir atib bo'lgandek o'xshash deydi. Bu haram mushta gunoh ma'siyatni ishni qilishning o'zi pul, mol jiq bo'lgan vaqt o'zida, deb dunyosi jiq bo'lgan, boy bo'lgan vaqtda yuz barliq keladi. Ammo u boy bo'lmagan odamdan men asosan gunoh ma'siyat haram ish bu yerda chiqmaydi. Asosan buzilish masalasining o'zida bir millat, bir xalqniki boylar ustun tabaqadan boylardan buzilib keladi. Tuzash jihatdan kelgan vaqt o'zida men tovan tabaqadan, tovanki ya'ni Tevelki kişilerninki özünü tüzlüp çıkıdı. Anadaki vücut, bu kişilerninki kolundan vücut geldi. Tarihte bu yan şu, peygamberlerin hemmisi kısa. Mesela bir adam inkılap kılıp, devleti kuruş, vakaza, mesela hemmisi şunda. Halk çıkıdı, halkın kolundan kuruldu. Ama buzuş, vakaza meselesinin üzerinde bayla, yukarı tepedeki insanlarca çıkıdı. Şunun da anadaki peygamber bu işin bu işin üzerinden demek bitti musibet kalırken ummetim de müşkeplik o'qib shuna hayron cho'q qilib qolgan gap. Men amaliyotda hozir ko'ryapmiz. Hozirgi bo'lgan dinni qarib qo'yish, musulmonni qarishga gapni qarib qo'yish degan gapning o'zi uning kari yo'q. Men qarab baqsak puli deb qo'yadi hammasi. Kim pulni bo'lsa, o'chan musulmon ezamdi, o'ltiramdi hozir ko'ryapmiz o'g'amdi. Men mush ahvollar shu. Mush ahvollar. Bo'lmasa Alloh taolo ularga yetgida xazina berishlik. Uni to'g'ri bir shaklda ishlatolmaydi. İşitamay onu yeni hakkı tatlısı koyup, yeni onu tatlısı koygandan keyin başka yerden alsam bolup musulmon musulmonlarning nimasi setip yoki uni ko'z yumib, men mushunda qilish orqa ishlarni uchun qiladi. Bu ig'ir musibat yani. Endi demak mushunda bir ichilishlik bir ahvollar yuz bergan vaqtda bir odam tush ko'rib işte bu darhol oldi bilan bu odam o'zi qo'pib, meni Alloh zikr tasbih etib, shuningla bilan birlikda oilasi balvoqini darhol o'qitishi kerak. Zikr tasbih etish kerak, tahajjud namozi o'qish kerak, mana istig'for etish kerak, tövbe qilish kerak. Mana buni nima qildi? Bildirdi. Bo'lmasa payg'ambar sallamniki mat tushida mani ko'rish bilan hozirgi o'ziniki ayollik o'g'itishning orliqning munosabati bor. Ya'ni bizga ta'lim beryapti endi. Endi deb payg'ambar sallam shunday deydiki, ba'zi bir dunyodan mana bu yerda Robbining o'zi ikki xil ishlatadi. Birisi taqlil, yana birisi taksir. Bu yerda ham taksir uchun ishlatadi, ko'pincha vaqtda o'zida taqlil uchun ishlatadi. Ya'ni nojiq dunyoda kim keladigan bir nima bor, ayollar bor. Ya'ni kim keladigan dunyoning nimasi hammasi tal. Yeydisi bor, ichayisi bor, kim kechar hammasi ne'matni huzur olgan, yeter shu o'zi yetkidak darajada ne'matlar uchun pullar bor. Men mushu ayolning o'zi oxirat kelgan vaqtda nima qilib qoladi, ular yalang'och qilib qoladi. Meni yalang'och qilib qoladi ekan, men Alloh taolo mushundaq nimetlerini, hazinini müştak berdi ümmet İslamiye'ye deydi. Onundaki bununki şükranlısı asasen bunu bu işin için kınmaydı. Kınmagandıkı ahirette andıkin onu pul aldı deyip o haram işte günah mesele hem işi kandıkı uyat kurukçu berip kaldığı işçi var. Demekçi ya koymaydı. Yani bazı bir ayallar var. Şu ayallarınki üzü müşundak iri müştak bekip tutsu mu? Bunu tuzkorlu kırıp uçan unmay. Şununla birlikte bununki savabı din onunki günahcı olup ahiret kavağızıda yanlış men müştah nima qilib qoladi, berib qoladi degan müştah nima u gapning o'zi shu. Deydi. Ondan keyin mena bu yerda demak payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zi meni uxlab
tushida mushunichu ko'ribdi. Ko'rgandiki darhol men payg'ambar mushu gapnichu debdi. Degandiki o'qitinglar degan gap nima? Hadis, payg'ambar so'zi. So'z o'g'andiki nima bu? Ilm. Unda o'g'andiki ilmniki o'zini kechida o'qisima, kechi desima nima ekan o durustkan. O kechi ilmni o'qisak bo'lmaydi. Demak, men o'qisak nima ekan o durustkan ham oilasiga kechida ba'zi narsa saqsak nima bo'ladi ekan? Durustchu bo'ladi ekan. Deb shunaqcho deydi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.